Penoplastni issiq o'tkazib yuboradi deysizlarmi? To'ppa-to'g'ri gapirasiz. Akalar, qachonki siz to'g'ri izolyatsiya qilmas ekansiz, penoplast o'tkazib yuboradi. Hozir shuni bitta ko'rib chiqamiz. Kelinglar akalar. Qaranglar akalar. To'g'ridan-to'g'ri to'nkan tagidan plastdan gipsokart qo'yganmiz. Mana bu joyni izolyatsiya qilish esdan chiqib qolgan. Bitta ko'rsak, akalar shu tarafdan issiq urib yotibdi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri shu yerga yotgan issiq xonani yana isityapti. Undan tashqari har bitta mana ko'rayotgan edik, balkalar tushirilgan, balkalarga penoplast olib kelinganda germetik yopilmagan. O'sha joydan ham issiq o'tadi. Xullas siz 90-95% ishni qilib qo'yasiz, lekin oxir kelgan joyda germetikga e'tibor bermaysiz va bizning penoplastga qanaqadir ba'zi ta'sir o'tkazadi. Mana shu joyi qilinmagan 55 gradus bo'lyapti. Qilingan joyi 34 ga tushyapti. Xullas ustakalar ishlarni mukammal qilinglar, chunki biz sizlarga mukammal narsa yetkazib beramiz. Okey, xullas qurulishda xuddi shunaqa xatolar qilmaslik uchun mana shu profilga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmang, chunki juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni shu yerda berib boramiz. Eng asosiysi sizni issiq sovuqni o'ylayotganlardan yomon-gomonda bo'lmang. Mana shu videoga bitta like bosib, eng yaqin do'stiga tashlab qo'yasiz. Bizdan kuzatish davom etadi. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum.